Assalomu alaykum. Nega prezident Mirziyoyev ko'r, kar, soqovini yoqib olgan? Ijtimoiy tarmoq prezidentga murojaat deb to'lib ketgan. Lekin uni eshitadigan odam qani? Shu prezidentga murojaat deb o'zining yonib yotgan muammosini odamlar shuning uchun ijtimoiy tarmoqqa chiqib aytyaptiki, zoraki, ajabmaski prezidentimiz eshitib qolsa deb. Yo'q, prezidentimiz ko'r, kar, soqovini yoqib olishga majbur. Chunki bu murojaatlarni eshitib u kishining umri o'tib ketishi mumkin. Umri yetmasligi mumkin. U muammolarni hal qilishga. Gapni oddiysidan boshlay qolaylik. 10 kuncha burun Nilufar Kaziyeva degan bitta YouTube kanal ochgan ayolning kanalida, shu YouTube o'zanida ketma-ket ikkita video chiqdi. Ikkalasi ham O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga murojaat qilish uchun kelishgan ayollarni ko'rsatib turibdi. Bir necha ayol, 4 tacha ayol. Ularning muammosi juda kattami? Yo'q. Bir oddiygina byurokratiya bilan yechilib ketadigan, byurokratiyani ko'tarsa yechilib ketadigan oddiy masala. Kadastr masalasida yugurib yurishdi ekan, hammasi 10 yildan beri. Vaholanki yaqin 3-4 yildan berida o'zboshimchalik bilan qurilgan qancha xonadonlar kadastrlashib ketdi. Nega u bechora ayollar Bosh prokuraturaga kelib o'tirishibdi? Birinchi kelishimi? Yo'q. Bir necha marta kelishgan, o'zlari aytishyapti. Doim kelamiz. Sizga hozir faloni tushib gapiradi deydi. Shu bilan bular tashqarida o'tiraveradi, hech kim tushmaydi. Ular qo'lida bitta plakat ko'tarib olgan. Biz faqat prezident Mirziyoyevga ishonamiz degan. Qaniydi prezident eshitsa? Olam guliston bo'lardi-yu. Hamma gap shu, prezident odamlarning murojaatini eshitmasligidan bo'lyapti-da. Endi o'sha ayollar desa ichidan olov chiqib ketadigan darajada norozi. Bizning muammomizni hech kim hal qilmaydi, hech kim eshitmaydi deb. Yana kimsan Toshkentdagi poytaxtning markazida chiqish qilayotgandan bitta telefon bilan ana ayollarni ollaring deydigan bitta telefon bilan ularni osongina ichki ishlar mashinasiga bosib mindirib ketadi va yana boshlarga bir muammolar tug'ilishi mumkin. Bu aniq albatta. Undan tashqari o'sha ayollar bittasi aytib turibdi. Men ilgariroq deydi, bu konstitutsiyada aytilgan narsalar oddiy xalq uchun, bu yuqoriga hech qanaqa buning mas'uliyati ham yo'q. Xullas konstitutsiya ishlamayapti deb bir plakat ko'tarib chiqqan ekan. Bitta militsiya mashinasi olib borib surishtirib sudga taqab qo'ygan. Sud yo'q, B yo'q. 7 million jarimani shunday bo'yniga osib qo'ya qolibdi. Qanday zo'rmi? Albatta zo'r. Nega ularni hech kim eshitmaydi? Vaholanki kadastr ishi u tuman kesimida boshlanmaydimi? Xo'p, tumandagi kadastr ular aytganini qilmasa yoki biror narsa umidvor bo'lsa, ularning ustidan shikoyat qilib kerakli tashkilotlarga borsin, hokimiyatga borsin, ichki ishlarga borsin, DXXga borsin, korrupsiyaga qarshi kurash agentligiga murojaat qilsin, o'sha tuman bo'limiga. Hozirgi prezidentimiz Mirziyoyev bundan 10 yil oldin endi shu yuqori mansabga o'tirgan vaqtda xalqqa bemalol menga murojaat qilinglar deb
sayt ochib qo'ydi. 10:00 degan qo'ng'iroq ochib qo'ydi. Qisqa qo'ng'iroq raqami. Keyin yangi boshlangan yilni xalq bilan muloqot yili deb nomladi. Keyin qanchadir yarim yilmi bir vaqtda bitta statistika e'lon qilindi. 500 mingga yaqin murojaat bo'libdi O'zbekiston bo'yicha. Odamlar murojaatim eshitiladi deb murojaat qilaverdi. Prezident xalq qabulxonasi degan narsalar ochilib ketdi. Odamlar prezidentimiz eshitar ekan deb murojaat qilaverdi. Murojaat soni ko'payib ketdi. Endi o'sha vaqtda bundan 10 yil oldin 500 mingta bo'lsa, endi hozir muammolar, murojaatlar soni nechidir million bo'lib ketsa, hech ajab emas bo'lib ketgan bo'lsa. Baribir prezident ularni ko'rmaydi, eshitmaydi. Chunki jismoniy jihatdan ulgura olmaydi. Hali murojaatni eshitishning o'zi haqida gap ketyapti. Muammolar hal qilish emas. Ijtimoiy tarmoqlarga odamlar aytib chiqyapti. 1000 marta murojaat qildim deydi. Xususan sobiq DXX raisi Ixtiyor Abdullayevning onasi va ayoli chiqqan bitta video chiqishini hamma ko'rdi, ko'pchilik ko'rdi endi albatta. O'shanda ayollar aytayaptiki, 1000 marta murojaat qildik prezidentga deydi. Endi haligi ayollar ham shu tariqa tuman miqyosida hamma tashkilotlarga borgan, keyin viloyat miqyosiga chiqqan, keyin respublika miqyosiga chiqqan. Hech kim ularni eshitmaydi, eshitadigan. Agar eshitganda edi, hal bo'lganda edi, bosh prokuraturaga kelarmidi? Bosh prokuraturaga birinchi marta kelishi bo'lsa ham ekan. Hamma tomonimiz davlatning pulini yeb yotgan, so'rib yotgan keraksiz tashkilotlarga to'lib ketdi. Nima uchun keraksiz deyapman? Chunki natija yo'qda. Vaholanki natijadorlik degan so'z keyingi vaqtlarda trendga ham chiqib ketdi. Natijadorlik bo'lsin deb. Oxiri odamlar gapirmay ham qo'ydi shuni. Mana shu hozirgina aytganim, prezident xalq qabulxonalari butun respublika bo'yicha ishlab yotdi. Ular davlatning qancha mablag'ini yeyapti ular. Davlatning qancha imtiyozlardan foydalanyapti. Lekin hech qanaqa natija bermayapti-ku. Bu gapning eng zo'r isboti 2025 dekabrda prezident o'zi achchiqlanib aytdiki, "Men xalq qabulxonalarining hammasini rahbarini o'zgartiraman" dedi. Endi u ilojsiz narsa edi. Shuning uchun aytildi gap, qolib ketdi gap. Odamlar prezidentning shu nimasiga o'rganib qoldi. Bir vaqtlar Rashid Qodirov hali sayraydi deb aytgan edi, yo'q, sayragani yo'q. Sardoba suv omborini sifatsiz qurganlar hammasi javob beradi deb qattiq gapirdi, shiddat bilan gapirdi. Yo'q, lekin hech kim gapirgan, hech kim jazolangan yo'q. Chunki uni qurganlarning o'zlarining nomlari, xususan shu Oshirbay Ramatov bilan Abdug'ani Sanginovning o'zi o'sha davlat komissiyasida turibdi. O'zi shu qurgan shu ikkalasi. Birovi buyurtmachi, birovi quruvchi, shunday. Yana ham qaysi rahbarlar ularda keyingi yillarda olgan oyliklarni qistirib qaytartirib olinglar. Televideniyega chiqib sharmanda qilinglar degan qattiq gaplarni aytdi, lekin hech qanaqa gap bo'lgani yo'q. Shunday vaqtlar bo'ldiki, prezident har safar ma'lum bir sohani tahlil qilish uchun
bir maxsus bitta sohaga bag'ishlangan video selektor o'tkazardi. Natija nima bo'lardi? Yangi tashkilot tuzilardi. Yo vazirlik, yo agentlik, yo boshqa. Shunday qilib hozir davlatimiz bir kattakon govmish sigirga o'xshab qolgan davlat byudjeti. O'sha keraksiz tashkilotlar o'sha byudjetni xuddi govmish sigirning so'rg'ichini, ruscha aytganda soskasini so'raganday so'rib yotdi. Shu byudjetdan ularning cho'ntaklariga pul oqib kiryapti. Xuddi quvurdan kelayotgan suvdek gap. Prezidentga maddohlik qilib yotganlar, maqtayotganlar bu tomonni hech o'ylamaydi-da. Odamlarning qiynalayotgani, korrupsiya misoli butun boshli organizmga o'xshab rivojlanib ketdi. Vaziyat shundayki, korrupsiyaga qarshi kurashadigan agentlikning o'zi ham hech narsa qila olmaydi. Vaholanki korrupsiyaga qarshi kurashayotgan tashkilotlar juda ko'p. DXX ham shunga qarshi kurashadi, ichki ishlar ham shunga qarshi kurashadi, prokuratura ham shunga qarshi kurashadi. Ko'p tashkilotlar, hokimiyatlar qarshi kurashadi. Lekin korrupsiya gullab yashnayapti. Butun boshli organizm, butun boshli tana bo'lib shakllandi. O'zini yaxshigina o'zining immuniteti bor. Hech kim yo'q qila olmaydigan darajada. Gapning boshida prezident nega ko'r, kar, soqovni yoqib olgan degan savol qo'ydim. Uning javobida prezident bunga hech qachon ulgura olmaydi, eshitishga ham ulgura olmaydi deb aytdim. Endi boshqacharoq fikr aytmoqchiman. Buning ustidan rivojlangan fikr shundayki, prezident uni eshitgisi kelmayapti ham, ko'rgisi ham kelmayapti murojaatlarni. Xohlamaydi. Xohlaganda ahvol shu darajada rasvo bo'lib ketmas edi. Chunki prezident shular ko'rib eshitishni xohlaganda, mabodo shunday deb o'ylaydigan bo'lsak ham, buni iloji yo'q. Chunki hamma tomonga qarindoshlar, quda, andalar tiqib tashlagan. Hamma muammolar o'shalarning tagida turibdi. Qanday qilib ularga o'rishadi? Bundan tashqari u SSR davridan beri, Karim davridan beri yuqorida ishlab kelgan otaxonlar o'tiribdi. Ular yaxshigina gapirib, uka deb yuborishi mumkin. Shuning uchun prezidentimiz juda zaif ahvolda. Aytmoqchi, ko'plar menga aytadi, nimaga deydi prezident gapiraversan, yaxshi ishlar qilyapti, boshqa davlatlar maqtayapti-ku kishini deydi. To'g'ri, maqtayotgan bo'lsa, maqtayapti. Lekin xalqning ahvolini kim o'ylaydi? Prezident o'ylamasa. Hamma masalalar prezident o'ziga bog'langan. Qonunlar ham uning qo'lida, sud hokimiyati ham, ijro hokimiyati ham hammasi uning qo'lida. Xalq ham bir odamga o'xshab yashagisi keladi-ku. Endi prezidentga muvofiq keladigan bitta yo'l qoldi. Bu shundayki, xuddi mana bu Yelsin o'zini o'rniga Putin degan bir odamni qo'yib ketganday, Putin taxtga kelgandan keyin Putinni, Yelsinni umrining oxirigacha, zurriyotigacha qo'riqlaydigan sistema qilib qo'ydi. Xuddi shunday ham Prezident Mirziyoyev ham endi bir yaxshigina bitta kadrni tayyorlab qo'ysin-da, tez bir vaqtda dam olishga chiqib, keyin rohatlanib yashasin. Aks holda
mana shu xalqni rozi qilolmay, Allohni ham rozi qilolmay dunyodan o'tib ketishi hech gap emas. Men bu gaplarni u kishini yomon ko'rib aytmayapman. U kishini Alloh taolo gunohlarini kechirib, adolat bersin, insof tavfiq bersin. Xalqimiz mana shunday duolar qilsin. Chunki bu dunyo ikkita eshikdan iborat. Birovdan kiriladi, birovdan chiqiladi. Hammamiz hozir kirganmiz, chiqishimiz qolyapti. Prezidentni yomon ko'rmanglar, haqiga duo qilinglar. Mana shu ikkinchi eshikdan yorug' yuz bilan chiqib ketishini Alloh nasib qilsin.